El Clasico o'rtoqlar, qaysi jamoa yutib chiqar ekan? Kelinglar sizlar bilan hozir taxmin qilib ko'ramiz. Boshlashimdan oldin esa obuna bo'lib qo'ying. O'rtoqlar, men hozir ham Real Madridga, ham Barselonaga ikkita sababdan beraman yutib chiqishi uchun. Kelinglar Real Madriddan boshlaymiz. Xabi Alonso allaqachon tasdiqladi. Kylian Mbappe Saudiya Arabistoniga uchib kelmoqda va u Barselonaga qarshi o'ynashi mumkin. Kylian Mbappening statistikasini bilasizlar qanaqa. Xo'sh, ikkinchi sabab esa bu Real Madrid finalda qanaqa o'ynashi. Ular любой raqobatchisini yutib tashishadi. Ammo bu Barselona, lekin ko'ramiz. Xo'sh, ana endi Barselonaga birinchi sabab bu albatta barcha o'yinlari hozir pik darajada. Pedri, Rafinha qaytdi, Joan Garcia. O'tgan El Clasicoda bu o'yinchilar yo'q edi va Atletico Bilbao'ga qarshi Rafinha qanaqa o'ynaganini o'zingizlar ko'rdinglar. Xullas, Realga sal qiyin bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab esa bu Hansi Flick. Hansi Flick ham o'tgan Clasicoda yo'q edi. Bu Clasicoda esa u bor. Xuddi shu murabbiy o'tgan yili 4 ta g'alaba qilgan Realga qarshi, ya'ni 5 ta desak ham bo'ladi. Xullas, bu Clasico shunchaki yonadi o'rtoqlar. O'tkazib olmaylar va o'zingizlar taxmin yozib qo'yinglar. Necha bo'lishini. Hammaga rahmat. Rahmat.